Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sizlar Jahongir Consulting kanaliga xush kelibsizlar. Bugundan sizlar bilan 3-chi darsimizni boshlaymiz. Ya'ni unlilar haqida bo'ladi bugun. Unlilarning yozilishi va o'qilishini birgalikda o'rganib chiqamiz. Qani havas bo'lish kerak. Kitobga olamiz. Ba'zi bo'lsa. Bugun sizlar bilan birgalikda unli harflarni o'rganib chiqamiz. Bizada birinchi unli harfimiz, birinchi boshlab o'tiladigan unli harflarimiz 10 ta unli harfni tashkil etadi va bular koreys tilida eng muhim unlilardan bittasi hisoblanadi. Undan keyingisi esa diftonlar hisoblanadi. Hop, bizada ko'rib o'tamiz. Oldingi darsda biz undosh harflarni yozilishi va o'qilishini o'rgangan edik, to'g'rimi? Va undoshlarni 14 ta undosh harflar tugadi. Undan tashqari yana 5 ta qo'shimdosh harflar bor. Bularni keyin ko'rib chiqamiz. Bugungi esa biz unli harflarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Kроме sichakhibotorok hesibida. Boshlaymiz unda. Birinchisi bizada A harfi hisoblanadi. Koreys tilida aytib o'tdiki, hamma harflar barcha yozuv, qanaqa yozuv turidan qat'iy nazar, ya'ni koreys tilida bo'lishi kerak. Bular albatta qanaqa nima harfdan boshlansa ham chapdan o'ngga va tepadan pastga qarab yoziladi degandek, to'g'rimi? Bular ham xuddi shunaqa, ya'ni unli harflarda ham ayniqsa bu narsa juda katta amal qiladi, ya'ni tepadan pastga va chapdan o'ngga. Nimaga desak, harflarning hammasi elementlar tepadan pastga qarab yoziladi. Qo'llari yoki qanaqadir boshqa joylari bo'lsa, chapdan o'ngga qarab, yonga yoziladiganlar esa chapdan o'ngga qarab yoziladi. Xo'p, birinchi biz unli harfimizni ko'rib chiqamiz. Bu A harfi hisoblanadi. Ya'ni A harfi. A harfi qanaqa yoziladi desak, xuddi shunaqa. A harfi tepadan pastga, chapdan o'ngga qarab bitta qo'l chiqariladi. Bu A harfini bildiradi. Ya'ni qo'li o'ng tomonda bo'ldimi, demak bu A deb tushunsak bo'ladi. Tushunamiz, ya'ni birinchi harf A, xuddi o'zbek tilidagi A. Va ikkinchi harf koreys tilida shunaqangi harflar borki, buni xuddi rus tiliga o'xshab tashkil qiladi. Ya'ni rus tilida biza yo, yu, mana shunaqa harflar bor-ku, lekin o'zbek tilida unaqa harflar yo'q. Lekin koreys tilida esa bunaqa harflar bor. Xuddi rus tiliga o'xshab ya, yu degan harflar bor. Qattiq degan harflar bor. Hop, ikkinchi harfimiz esa xuddi mana shunaqa ya harfi hisoblanadi. Ya'ni qo'li ikkita o'ng tomonga qaragan bo'lsa, qo'li ikkita chiqqan bo'lsa, demak bu ya harfini bildirar ekan, to'g'rimi? Ya harfi. Bu ya harfini bildiradi. Birinchi bo'lib tepasi, hozir yozilishini ham alohida ko'rib o'tamiz. Keyin ikkita qo'li. Keyingi harfimiz O harfi hisoblanadi. O, xuddi o'zbek tilidagi O harfi hisoblanadi bu. O, misol uchun omi deymiz. Omi degani qo'shimcha. Yonga omi deyiladi. Misol yonga omi degani bog'lovchi degani. Xuddi o'shanga o'xshab O harfi hisoblanadi. Keyingi harfimiz esa yo harfi. Yo harfi. Qo'li ikkita chapga qaraganmi, qo'li ikkita qo'li bormi, demak bu yo harfi hisoblanadi. Yo. Rus tilida ni tepasiga ikkita qo'yib qo'yadi-ku, yo deb. Mana shunaqa yo harfi hisoblanadi. Va keyingi harfimiz O harfi bizada. O harfi ham xuddi shunaqa, ya'ni tepadan pastga bitta chiziq, chapdan o'ngga. T harfini teskarisi deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni yotgan T harfini teskarisi O harfi. Bu endi O'dan farq qiladi. Bu O bo'ladi. Xuddi bizada o'rdak so'zidagi O bor-ku, xuddi shunaqa O harfi hisoblanadi. Keyingi unli harfimiz bizada yo harfi hisoblanadi. Ana endi bu yerda kitobda yo deb qo'ygani, yo emas aslida. Kitobda nimaga yo degan bilmadim, lekin bu yo harfi, yo. Ya'ni yoda ochiq O, to'g'rimi? Ya'ni O emas, shapkachasi yo'q. Turgan harf ko'rdik-ku, ikkita qo'li chapga qaragan, bu yo harfi. Bu esa yo harfi, O bilan beriladi. Yo. Yori deymiz, misol uchun. Yori ovqat pishirish degani. O'shanga o'xshab yo harfi hisoblanadi. Va U harfi, undan keyingi harf bizada U harfi hisoblanadi. U harfi xuddi T harfiga o'xshaydi. U, xuddi o'zbek tilida qanaqa aytilsa, xuddi shunaqa U deb talaffuz qilinadi koreys tilida ham. Keyingi harfimiz bizada U harfi hisoblanadi. U harfi ham ko'rib turibmiz, T harfini ikkita qo'lligi, ya'ni ikkita qo'li bormi, pastga tushgan, bu U harfi hisoblanadi. Ya'ni
Y va U harflaridan biza o'zbek tilida buni ochib qaraydigan bo'lsak, Y va U harflaridan tashkil topgan. Yu. Qanaqa yo emas, yo ham emas. Tepadagisini biza ko'rganlarimiz yo va yo'ni ko'rdik. Bu esa yu harfi hisoblanadi. Undan keyingi harfi esa I harfi. I harfi qanaqa harf desak, bu ham qattiq I. Ya'ni bu o'zbek tilida yo'q. Bizada yumshoq i'ni o'zi bor, rus tilida bor va koreys tilida ham bor. Shuning uchun xuddi shunaqa, ya'ni bu qattiq I harfi hisoblanadi. Ya'ni chapdan o'ngga bitta uzunchoq chiziq chizib qo'yamiz. Bu I harfini bildiradi. Misol uchun imshik, to'g'rimi? Unang, bank yoki imshik degani ovqat degani. O'shanga o'xshab I harfi. Va keyingi so'zimiz bizada eng 10-unli harfimiz esa I harfi, ya'ni yumshoq I. O'zbek tilida qanaqa I harfi talaffuz qilinsa, xuddi shunaqa I deb talaffuz qilinadi. I. Ya'ni ko'rib turibmiz, I harfi hisoblanadi. Tepadan pastga bitta chizuv tushirsak, ya'ni bu I harfi bo'ladi. Xuddi o'zbek tilida katta I qanaqa yoziladi bosmachada, shunaqa harfga o'xshab bu I harfi hisoblanadi. Va bizada 10 ta unlilarni mana ko'rib chiqdik, to'g'rimi? Sizlar bilan 10 ta unli harfni ko'rib chiqdik. A, ya bular ketma-ketligi bilan berilgan. Bularni ketma-ketligi bo'yicha ketidan qaysi harf keladi yodlab olish kerak. A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, I harflari. A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, I harflari bo'ladi. Va undan keyin biz yozilishini birgalikda ko'rib chiqamiz. Yozilishi. Hozir doskani ochaman. Yozilishi qanaqa bo'ladi? Birinchi A harfini ko'ramiz. A harfi aytib o'tdikki, biz har doim koreys tilida yozuvlar chapdan o'ngga, tepadan pastga qarab yoziladi. Ya'ni A harfi, birinchi harfni biz yozamiz. Birinchi tepadan pastga biz to'g'ri qilib bitta chizuv tushiramiz va yonidan qo'lcha chiqarib qo'yamiz. Chapdan o'ngga bitta. Ya'ni bu A harfini bildiradi. A harfi, A. Ya'ni bitta ikkita ish ekani, ya'ni birinchi tepasini uzun qilib tushirar ekanmiz, I harfiga o'xshab va oldidan o'ng tomonga qarab bitta qo'lcha chiqazib qo'yar ekanmiz. Bu A harfini bildirar ekan. Hammasi ko'ryapmiz, tepadan pastga tushyapti. Biz uzun tarafini yozish uchun pastdan tepaga yozib qo'ymaymiz. Tepadan pastga tushiryapmiz va chapdan o'ngga yozyapmiz. Bu A harfini bildiradi. Va keyingi harfimiz bizada ko'rdikki, Ya harfi. Zo'rbek sal badani zo'r. Hamda to'g'ri chizig'i sal qiyshayib qoldi. Ya harfi hisoblanadi. Ya harfi. Bu ya'ni xuddi A harfini ikkita qo'ldagi, ya'ni biza xuddi A harfini yozib, pastdan yana bitta qo'lcha chiqarib qo'yadigan bo'lsak, bu Ya harfiligini bildirar ekan. Keyingi harfimiz bizada O harfi. O harfi ham kitobda ham ko'rib turibsizlar. O harfi. Nima bo'lar ekan? Qo'li chap tomonga qaragan bo'lar ekan. Xuddi A'ni teskarisi, ya'ni chapdan o'ngga bitta qo'l chiqarilar ekan unda ham va birinchi bo'lib qo'lni yozamiz, keyin tanasini yozamiz bu yerda. Ya'ni uzunchoq tushgan qismini yozamiz birinchi. Ikkinchi bo'lib uzunchoq qismini yozamiz. Birinchi bo'lib qo'li chapdan o'ngga va pastdan tepadan pastga bu ikkinchi qismini yozar ekanmiz. A'ni teskarisi. A'da esa naborotida, to'g'rimi? Birinchi bo'lib uzun qismini, keyin esa qo'l qismini yozamiz. Bunda esa qo'l qismini, keyin esa uzun qismini yozamiz. Bu O harfi. Keyingi harf bizada keyingi harf Yo harfi. Yo harfi hisoblanadi. Ya'ni Yo harfi ham xuddi shunaqa. Birinchi bo'lib biza ikkita qo'lni yozamiz. O harfidaga boshlaymiz. Ya'ni ikkita qo'lchasini yoza olamiz. Keyin esa uzun qismini yozamiz tepadan pastga. 3 ta ish bo'ladi. 3 ta, ya'ni ish. Birinchi ish ikkita qo'li, birinchi, ikkinchi ish ikkita qo'li, uchinchi esa uzun qismi tarafi yozilishi kerak bo'ladi. Bu Yo harfini bildiradi. Mana Yo. Boya ko'rib o'tdik, Yo harfi. Keyingisi esa O harfi. Bizada O harfi ham xuddi shunaqa yoziladi. Ya'ni birinchi bo'lib ko'rib turibmiz, birinchi bo'lib kichkina tarafi yoziladi tepadan pastga va chapdan o'ngga tegini yozib qo'yamiz. Biz tegini ulab qo'ysak bo'ldi. Ya'ni bu O harfini bildiradi. Bunda ham ikkita ish ekani. Ikkita ish. Ya'ni birinchi bo'lib tepasi, ikkinchi ish esa buni chapdan o'ngga qilib yozib qo'yar ekanmiz. Va keyingisi bizada Yo harfi. Xuddi shuni ikkitaligi bu ham faqat ko'ryapmiz, xuddi harflar bir-biriga o'xshaydi.
yo harfi. Yo harfi qanaqa yoziladi desak, mana ko'rib turibmiz. Birinchi ikkita qo'lchasi, keyin esa chapdan o'ngga bitta qo'lchasi uzun qismi buloq qo'yiladi. Birinchi yana ikkita qo'lchasi qaytaraman, uchinchi esa pastki tomoni uzun qilib buloq qo'yiladi. Bu yo harfini bildiradi. Keyingisi esa bizada u harfi. U harfi xuddi biz ko'rdik T harfiga o'xshaydi dedikka, lekin T harfida pasti uzun bo'ladi, lekin bunda esa pasti uzun bo'lmaydi. Asosan yarmigacha tushadi katinglar. Ya'ni bu u harfi hisoblanadi. Birinchi bosh qismi chapdan o'ngga uzun qilib yozamiz va ikkinchisi tepadan pastga qilib ulab qo'yamiz. Bu esa u harfini bildiradi. Va bizada keyingi harf xuddi shunaqa uni ikkitaligi, bitta qo'lligi. Bu esa yu harfini bildiradi. Ya'ni bu yu harfi. Yu, ya'ni chapdan o'ngga tepa qismini birinchi yozamiz va ikkita uzunchoq qilib, ikkita qo'lni tushirib qo'yamiz. Bu yu harfini bildiradi. Ko'ryapmiz a? Va keyingisi bizada I harfi. Ya'ni biz qattiq I dedik, to'g'rimi? Bunda bitta ish, ya'ni I chapdan o'ngga biz uzunchoq qilib chiziq yozadigan bo'lsak, bu qattiq I harfini bildirar ekan. Va oxirgi harfimiz bizada qaysi harf desanglar, bu bizada I harfi qoldi. I harfi xuddi shunaqa I'ni teskarisi, ya'ni tepadan pastga bitta chiziq tushiriladi. Ya'ni hozir I harfi, ya'ni bitta tepadan pastga biza bitta chiziq tushiradigan bo'lsak, bu I harfini bildirar ekan. Hop, ko'rib o'tdik-a, ya'ni bizada nima ekan 10 ta ulli harflarni birgalikda ko'rib chiqdik. 10 ta ullilarning yozilishi va o'qilishini ya, qaytaraman, yo, yo harfi, yu va I harflarini ko'rib chiqdik. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ya'ni bu harflar ulli harflar. Koreys tilida biz aytib o'tdik, ayniqsa shu chapdan o'ngga, tepadan pastga yoziladigan qoidamiz ayniqsa ulli harflarga tegishli. Chunki ulli harflarda shunaqa borki, bularni hammasi unikal bitta, ya'ni yozuv sistemasi hisoblanadi. Koreys tili, ya'ni unikal yozuv sistemasi. Bitta standart shaklga ega bo'lgan yozuv sistemasi, ya'ni xuddi biz aytib o'tganimizdek chiziqlardan tashkil topgan, chiziqchalar va uzun chiziqlardan tashkil topgan harflar hisoblanadi. Shuning uchun bu narsalar ayniqsa mana shu qoida ulli harflarga ko'proq taalluqli bo'ladi. Va bizada 3-darsga xush kelibsizlar. Bizada keyingi darsimiz esa 3-darsimiz esa bizada bizada darslar qaysi kanalda bo'lyapti desak, bizada Jahon Consulting kanalida bo'lyapti. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Hozir ko'rsataman. Ko'rayotgan bo'lsa, Jahon Consulting kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta, Timi Jahon Consulting, ya'ni ostida link bor, bu yerda a'zo bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Darslarimiz, tekin darslarimiz shu kanalda davom etadi. Pulli darslarimizni qo'shish uchun albatta, pulli darslarimizga qo'shilish uchun mana shu Jahon Consultingga murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozir bizada suratga olinayotgan darslarimiz esa qisqacha bizada darslar hisoblanadi. Ya'ni bu to'liq 1,5 soat emas, ya'ni faqat hozir harflarning boshi qismini o'tamiz. Bizda harflarning yozilishi, harflarning qanaqa o'qilishi yozilyapti. Bizada lekin umumiy koreys tili, to'liq koreys tilini o'rganishni xohlasanglar, Jahon Consultingga obuna bo'lib, Jahon Consultingga yozsanglar, ya'ni biz sizlarni umumiy koreys tili to'liq darsimizda kutamiz, qo'shib qo'yamiz. O'shanga keyin bemalol to'liq darslarda koreys tilini umumiy to'liq o'rgansanglar bo'ladi. Hozirgi darsimiz esa qisqacha biz suratga olinayotgan qisqa darslar hisoblanadi. Bizning alohida pulli darslarimiz bor, u to'liq koreys tili o'rganiladi debdi. Xo'p, bizada undan keyingisi esa o'tayotganimiz, ya'ni kitobga qaytamiz. Biz albatta kitobga qaytamiz. Kitobda esa biz qo'sh ullilarga keldik. Diftonglar deb ataladi. Qo'sh ullilar koreys tilida diftonglar deb ataladi. Bu ullilar yo'q, 3-darsa. Keyin qaytamiz. Ko'rishlarsiz. Uzun ketadi, bo'lmasa. Tushundingizmi?
xayrlashib, keyingi darsda ko'rishguncha desa. Charchamayda keyingi darsda ko'rishguncha. Hozir bizda yana yangi darsimiz bo'ladi.